San'at bu yurak tili, sahna esa inson ruhining aks sadosi. Har bir pardaning ortida hayot bor, har bir so'z ortida tuyg'u, har bir sahna ortida esa mehnat va mehr mujassam. Ana shunday sehrli olamga chorlovchi teatr jurnalining 5-soni chop etildi. Yangi son sahifalarida san'atning turf va jilolari, ijodkorlarning samimiy izlanishlari, sahnadagi mehnatkash aktyorlar haqida maqolalar chop etilgan. Shahribonu Imomovaning Nigohning yangicha nigohi nomli maqolasida yosh ijodkorlar, rejissyor, dramaturg va rassomlar o'rtasidagi ijodiy muloqot, yangi g'oyalar muhiti haqida so'z boradi. Sahnadagi yangi davr aksi maqolasida teatrning haqiqiy yuzi, uning jamiyatdagi oynasi ekanligi ifodalangan. Xulkar To'ymonovaning ijod va ruhiyat zavqi maqolasi teatr jamoalarining yangi mavsumga tayyorgarligi va sahna muhitida ijodiy kayfiyati haqida ogohlik taronasi maqolasida esa O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Uyg'on o'g'lim qo'shig'i haqida so'z boradi. Qalbni titratuvchi, ruhni kuchaytiruvchi ushbu maqola sizga albatta manzur bo'ladi. Shuningdek, Ortiq Otajonovning shogirdi Azamat Ahmedov haqidagi maqola jurnalxonlarga manzur bo'ladi. Gadoydan Hamletgacha bu suhbat O'zbekiston xalq artisti Tohir Saidovning ko'p qirrali ijodi haqida. Ushbu suhbatni ko'rishni istasangiz, ekranda ko'rsatilgan ijtimoiy tarmoqlarimizga kirib albatta ko'rishingiz mumkin. Quticha ichidagi haqiqat nomli material inson qalbini ijod va hayot qarshisidagi chinakam haqiqatni ochib beradi. San'at olamiga sayohatni teatr jurnali bilan boshlang. Unutmang, biz siz uchun ijod qilamiz. Mutolaaga shoshiling, aziz mushtariylar.